Assalomu alaykum. TikTok yaxshimisizlar? Chertmisizlarmi? Ishlar yaxshimi? Bo'ldimi? Ming bor o'zir ozgina gapirishga odam xijolat bo'lib turibdi. Shu desanglar, men video murojaat bilan chiqdim. Bu video murojaat o'sha Sardor gangsterga, Azizxonga va boshqalarga, men o'zimni obunachilarimga o'sha hozir boya aytgan proyektim bo'yicha o'sha bir yaxshi niyatda proyekt boshlamoqchiman. Shunga qisqasi ozgina odam hayajonda, ozgina bilmadim endi. Proyektimning yo'nalishi og'ir ahvolda qolgan bemorlarga, moddiy tarafdan qiynalgan bemorlarga yordam berish, yordam ko'rsatish meni proyektim. O'sha proyekt bo'yicha Xudo xohlasa ketmoqchiman. O'sha yo'nalish bo'yicha ketmoqchiman. Shunga o'sha Sardor gangsterdan ham, o'sha Azizxondan ham iltimos qilib qolaman. Ozgina qo'llab yuborsa, Xudo xohlasa o'sha 16-bolnitsani oldik, Arentar deb 16-bolnitsaga boriladi. O'sha borib kirib bitta bemorni, o'sha og'ir ahvoldagi bemorni oldiga kirib gaplashiladi. O'shani doktori bilan gaplashib, u haqdagi barcha ma'lumotlarni olib, o'sha doktordan bemor haqidagi barcha ma'lumotlarni to'liq olib, o'sha bemorga, o'sha qiyin ahvolda qolgan bemorga yordam berish, Xudo xohlasa poddershkada bo'lasizlar degan umiddaman. Haddish hurmatdasizlar. Endi baribir ham ozgina hayajon bor. Nima deysiz endi? O'sha meni proyektim, meni yo'nalishim profilimda bor. Joninglar sog' bo'lsin. Hurmatdasizlar.